Assalomu alaykum barchaga. Bugun mana Dino Moskva kolxoz Yangi qishloq mahallasi Mustaqillik ko'chasidan xudo xolasa sotilayotgan yerimiz 20 sotik ekan. Xo'p, narxini akamiz 25 milliondan sotigini deyapti. Xayri bor ekan, kelishiladigan joyi bor ekan. Bu 10 sotikdan bo'lib ham sotilar ekan. Ikki tarafdan ham yo'l kelgan ekan, narigi tarafda ham yo'li bor ekan, bu tarafda ham yo'li bor ekan. Pastida ham, adog'ida ham yo'li bor ekan. 10 sotikdan ham bo'lib sotilar ekan. Nomerlarini qo'yamiz, telefon nomerlari aloqaga chiqib, bemalol dogovor qilaverasizlar. Hop, yerimiz yaxshi, ekin ekiladigan, suv, joy, hamma narsasi bor. Ariqda suvlari kelgan, yo'llari bor. Ichimlik suvi ham xudo xolasa 1 oylarda kelib qolar ekan, kran ham o'tar ekan. Bo'lim ham sotiladi har doimgidek. Ekilib yurgan maydon, mana piyoz ekkan ekan. Piyozini olgan ekan, haydalgan. Tayyor agarot sotiladi. Aloqaga chiqaverasizlar, like bosib obuna qo'yish esdan chiqmasin har doimgidek. Barchaga rahmat.